ishlarim ko'payib ketganligi sabablimi bilmayman, kechasi umuman uxlolmayman. 4-5 gacha prosta tak o'ylab chiqaman umuman uyqu bo'lmayapti. Bunda qanaqadir yechim qilsa bo'ladimi? Bu muammolarni hal qilish uchun birinchi o'rinda uyquni to'g'ri tashkillashtirish kerak va kunduz kungi tetik yurish vaqtini ham to'g'rilab olish kerak va ishlaringizni eng muhimini avvalgi soatlarga qo'yib olish kerak. Bundan oldin stressga chidamlilikni ham tekshirib ko'rish kerak. Organizm hadeb stressga uchragandan keyin yaxshi dam ola olmaydi va yaxshi dam ola olmagandan keyin bu holatda miyada ishlarimni qila olmadim degan qayta o'y fikrlar miyada aylanvergandan keyin odam dam olmagandek bo'ladi. Uyqusida ham tiniqib uxla olmaydi va tez uyg'onishlar yoki bo'lmasam uxla olmaslik ancha paytgacha soat 2-3 bo'lib ketadi, uxla olmay qolishlar shunga sabab bo'ladi. Buning uchun biz birinchi o'rinda uyquni to'g'ri tashkillashtira olishimiz kerak. Ya'ni uyqu vaqti, ya'ni soat 10 dan 12 gacha bo'lgan davr, kechqurungi 22 dan 24 va soat 1 gacha bo'lgan davr eng uyquni yaxshi davr hisoblanadi, chunki bu paytda organizmga kerakli bo'lgan gormonlar ishlaydi. Ya'ni immunitetga javob beruvchi, organizmni yoshartiruvchi, stressga chidamlilikni oshiruvchi, kayfiyat ko'taruvchi va qarishni oldini oluvchi, xotirani kuchaytiruvchi gormonlar ishlaydi. Mana bu paytda agar biz uyqu holatiga tushmasak, bizning organizmimizda yaxshi dam olmaydi, xotira pasayishi kuzatiladi. Bu olimlar tekshirib ko'rganda 10 kungacha, 10 kun davomida 5,5 soatdan kam uxlagan insonlarda 50% gacha ham aqliy faoliyat, ham jismoniy faoliyatda pasayish kuzatilgan insonlarda. Shuning uchun ham uyquni muhimligi shunda. Ular shu orqali uyquni muhimligini isbotlab berishgan. 2017-yilda bu uchun, ya'ni hujayraviy va molekulyar darajada organizmga uyquni muhimligini tekshirishgandan keyin olimlar Nobel mukofoti olishgan 2017-yilda yaqinda. Lekin bu narsa oldindan aytib kelingan. Soat 9-10 da uxlaydi. Bolalarni ham aytamiz, 9 da uxladi deyiladi. Bekorga aytilmaydi, chunki organizm bolalar uxlaganda bo'y o'sishi, immunitet mustahkamlanishi, kayfiyat ko'tarilishi va stressga chidamlilik holati, xotira kuchayishi kuzatiladi bolalarda. Kattalarda esa yosharuvchi gormon, ya'ni bolalarni bo'y o'stiruvchi gormonni organizmi katta bo'lgandan keyin bu yog'iga biz o'smaymiz, lekin bizani yoshartirish xususiyatini oshiradi. Organizm yosharadi. Lekin vaqtida uxlamasa, organizm tez qarishni boshlaydi, immunitet tushib ketadi, chunki aynan organizmdagi leykotitlar, makrofaglarni aktivlashtiruvchi gormon ishlab chiqariladi. Ya'ni melatonin ularni sintezlanishiga yordam beradi. Qonda melatonin miqdori yaxshi ishlab chiqarish uchun shu kechqurun vaqtida uxlash kerak. Lekin biz uxlamasak, uyqudan oldin tavsiya qilinadi 15-20 minut toza havoda yurish, xonani harorati 18-20 dan oshmasligi, xona kislorodga boy bo'lishi va to'liq qorong'ilikka ega bo'lishi, ya'ni blackout deydi va shu, ya'ni shovqinlardan xoli bo'lishi kerak. Va yana tavsiya qilamiz, magniyli vannalar yoki dush, sirkulyarli dushlar uyquni ham yaxshilashiga, sifatiga yaxshi yordam beradi. Lekin uyqudan oldin 2-3 soat oldin oxirgi ovqat bo'lishi kerak va uyqudan oldin hech qanaqa energetik kofelar ichmaslik kerak, ya'ni achchiq qora choy ham tavsiya qilinmaydi.